Hurmatli ayollar, bemalol janjal qilaveringlar. Ayolim sukut saqlayapti, xatolarimga ham ko'z yumayapti, hattoki xiyonatimga ham. Nima sabab bo'lishi mumkin? Bunaqa holatda yoki ayolingiz shoshmay tur, hali ko'zingga ko'rsataman degan bo'lishi mumkin, yoki sekin balkim sizni zaharlayotgandir, hurmatli erkak. Balkim unda jarohat bordir, tashlab ketilganlik, keraksizlik, inkor etilish. Va mana shunday paytda ayollar ko'rganini ham ko'rmaslikka olishi mumkin, ichiga yutishi mumkin va birdaniga depressiyaga tushishi, kasal bo'lib qolishi kuzatiladi. Yoki oxirgi paytlarda biz kuzatib boryapmiz, joniga qasd qilishi. Balkim uni ham tashqarida jazmani bordir. Xullas, juda ham ko'p fikrlar va taxminlar bo'lishi mumkin. Lekin shuni bilingki, hurmatli erkaklar, agar ayolingiz siz uchun kuyib, yonib, pishib, janjal qilayotgan bo'lsa, bilingki hali sizga mehri bor va sizni o'rningiz uni hayotida katta. Xo'sh, shunday ekan, bu ishonchni yo'qotib qo'ymang. Ishonchni yo'qotganingizdan keyin esa uni hech qachon tiklab bo'lmaydi.